Hammaga assalomu alaykum bolalar. Bugun PUBG'dagi eng populyarni va eng donatorskiy akkauntlarni obzor qilamiz bolalar. 3 ta akkauntni obzor qilamiz. Qanunda boshladik. Like va obuna qilishmasin bolalar. Podpishka uchun. Birinchi akkauntimiz bolalar bu hamma bilsa kerak buni. Bu Kiyazning akkaunti bolalar. Hozir qandaydir VIP SJ degan bolada bu akkaunt. Ana o'zi kimdir populyarni tashladi. Mana brigadkalarni qo'yib qo'ygan. Skarlar. Ashi bu nomer 1 donatorskiy akkaunt edi, afsus. 22 marta zava olgan va 7 yillik akkaunt. Kolleksiyasida nimalar bor ko'ramiz. Tak. Bu akkauntda telefonim qotib nima qilyapti, yuboryapti. Chip bu donatorskiy akkaunt bu. Tak, kostyumga kiramiz. Voy. Nima bu? Yo-mayo. Mana zolotoy kostyumlar bolalar. Mumiya bor ekan, X-suitlar bor ekan. Tak, mifklar, Godzilla bor. Demak, bu akkauntda hali o'ynayapti bu bola. Akkaunt hali o'lib ketgani yo'q, o'ynayapti. Oho, bu mifklar tugamaydi. Bolalar mifklarni qancha. Ashi bu akkauntda $1 million dan ko'p donat qilingan. Kiyazning shaxsan o'zi donat qilgan bu akkauntda. Mana Mumyosi ham bor. Mana bolalar. Mumyo eng hammaga yoqadigan skinlardan biri. Legendarkalar. Va yo'q qiziqmas. Tak, kaskalar bolalar. Mana kaskalar. Короче bolalar, bu eng qimmat akkauntlardan biri bu edi bu. Kiyazning akkaunti. Endi ikkinchi akkaunt va shu arablarning akkauntidan biri. Qandaydir shayx bolaning akkaunti bu. Bu bola PUBG'dagi eng chiroyli harfni egallab olgan bu. Almashtirish niyati ham yo'q buni. Bu A harfini hamma orzu qiladi-ku bolalar. Level 98 ekan buni. Oho, ashi ko'p o'ynaydi bu. 28 marta zava olingan 6 yilda. Ashi bambitskiy akkaunt ekan o'zi ham. Mana bola kostyumlari, bu ham mashi donatorskiy akkaunt. Mana bolalar. Tez o'tkazib boray. Agar old skinlar chiqib qolsa, pauzaga qo'yasizlar pauzaga. Mana LP mifklar, shunaqa mumiyalar, old kimlar, legendarkalar bolalar. Oho, bu tukamaydimi bu bolalar? Qo'llarim charchab ketdi-ku. Mana old skinlar bor. Eski old skinlar mana tugab qoldi. Bu bola qandaydir arab shayxni akkauntida bu bola eng qimmat akkauntlardan biri. Urin populyarnosti 10. 1,5 milliarddan ko'p populyarni va nomega. Qo'rqib bo'lmaydi. Eng qimmat akkauntlardan biri bu bola. Keyingi akkauntimiz bola eng qimmat akkauntlardan biri. Mana bu D-Sector akkaunti. Bu o'zi topda ketyapti. Reytingda birinchi o'rinda turibdi bu o'zi akkaunt. Vertolyot asosidagi. Mana Babe skinlar turibdi, Babe deyapman. Babe, Ledinoy perchatkalar, shutlar, M416 donatorskiy skinlar. Chiqib ketdimi? Tag necha yil akkaunt? Skrito. Yashirib qo'ygan 3 marta zavoyavatel olgan. Kolleksiya. Sakrovishi, kostyumi, mana bola kiyimlari. Godzilla hammasi bor. Bu ham eng donatorskiy akkauntlardan biri bola. Bu yerda lekin miflar ancha kam ekan. Kiyazning va ana u shayx bo'lgan akkauntidan miflar ancha kamroq ekan. Mana bola.
Populyarность уровень nechi? Nimaga bu ko'rsatmayapti? Yashirib qo'ygan ekanda. Короче, bolalar, mana shu 3 akkaunt eng qimmatlardan biri bolalar. Keyingi safar o'zimni random akkauntlarimni ma'zur qilaman. Har xil byudjetdagi akkauntlarni. Agar video yoqgan bo'lsa, like va obuna esdan chiqmasin bolalar. Davay.